bir janozaga bordim azizlar. Janozaga borsam, bir qariya bo'lgan bir onaxonda janozasi ekan. Janozasini o'qiyapman. O'sha jufti halollari otaxon qari chollarda olib kelib o'tkazib qo'ygan bir kursiga oppoq soqollari shu ko'kraklariga tushib turibdi-yu. Men janozada endi bir oz mo'iza qilib o'qigunimizcha haligi odamni ko'zidan oqqan yosh soqollarini uyutib yubordi. Endi kampiridan ayrildi-da, yig'layaptilar. 50 yilmi 60 yil yashagan. Men yoshman. Janozani o'qib bo'lgandan keyin kelib otaxonni qo'lini ushlab, "Hoji dada, Alloh sizga sabr bersin. Men tushunaman, endi 50 yil, 60 yil bir kampir bilan yashab, yostiqdosh, umr yo'ldosh, ajrash oson narsa emas" desam, qo'limni ushlab qattiq qisdilarda bundoq qildilar. "Turib tur, senga gapim bor" deb ishora qildilar. Hamma chiqib ketdi, men qoldim. Chaqirib aytdiki, "Bolam" dedi, "bir topshiriq bor. Mana shu